deganda ateist bo'lgan ekanda. Xudoni yo'qdir ekan. Ochiqchasi yo'qdir ekan. Bir olimni oldiga kelib, "Sen Xudo bor deyapsan ekan. Xudoni borligiga bitta isbot keltir" degan ekan. Dalil keltir deganda, hali olim-da baribir. "Sen nima deysan? Sen Xudoni yo'q deyman" deganda aytgan ekan. Bir dona Xudoni yo'qligiga dalil keltirsan, men ini borligiga dalil keltiraman degan ekan. Bir dona daliling bormi degan ekan. Hozir shu yerda o'tirgan hammamizga men mana shu mikrofonda turib, hozir aytsam sizlarga, mana choy chekkan piyolalaring bor-ku akalar, ha. Shu piyola o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan desa, sen kasalmisan deysiz, hammangiz aytasiz. Buni sexi bor. Buni stanogi bor. Turpog'ini qatdan privoznoy qilib olib kelib, shuni yasagan shuni. Sen nima deyapsan sen? Bu sexdan chiqqan deysiz. Xo'p, men ham tupoy emasman, bu o'z paydo bo'lib qoldi deydigan. Bir zot aytadilar-da, yoningdagi kichkina